Bismillahirrahmanirrahim. Sura Nisa. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ey insonlar, sizlarni bir insondan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratgan shu insondan, ya'ni o'z jinsidan uning juftini, ya'ni Havvoni yaratgan va ulardan, ya'ni Odam bilan Havvodan nurg'un ayollarni yaratgan Parvardigoringlardan qo'rqinglar. Bir-biringlardan narsa so'raganda nomi bilan so'raydigan Allohdan qo'rqinglar. Seli rahimni o'zib qo'yishdan saqlaninglar. Alloh haqiqatan sizlarni, ya'ni butun ahvolinglarni ko'zitib turg'uchidir. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Yetimlerning mol mulkini ular balog'atga yetgan chog'da beringlar. Yaxshisini yomonga, ya'ni ularning mollarining yaxshisini o'zinglarning mollaringlarning yomoniga tegishib olmanglar. Ularning mol mulkini o'zinglarning mol mulkiga qo'shib yevolmanglar. Bu haqiqatan cho'ng gunohdir. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Agar yetim qizlarga o'ylanib odil muomalada bo'lolmasliginlardan, ya'ni tarbiyanglarda biror yetim qiz bo'lib, uningga shu qizga barobar turadigan qizga beriladigan mahrini berolmasliginlardan qo'rqsanglar, uni tark etib o'zinglar yoqtiradigan boshqa ayollardan 2ni, 3ni va 4ni elishinglarga bo'ladi. Agar ularning orasida odil bo'lolmasliginlardan qo'rqsanglar, bir xotin bilan yoki qo'l ostinglardagi cho'rilar bilan kupoyilansanglar bo'ladi. Bir xotin bilan kupoyilanish zulm qilmaslikqa eng yaqindir. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Ayollarga ularning nahrilarini xushallik bilan sovg'a qilib beringlar. Agar ular uningdan bir qismini sizlarga o'tinib bersa, uni mazzilik, singishliq, ya'ni pok halol bilib yanglar. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Allah tirikchilikinglarning asosi qilgan mollaringlarni ahmoqlarga tutqizib qo'ymanglar. Ularni yemak-ichmak, kiyim-kechaklar bilan ta'minlanglar. Ularga chiroyli so'z qilinglar. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Yetimlarni balog'atga yetganga qadar sinab turinglar. Ularda mollarini boshqara oladigan holatni bayqasanglar, ularga mol mulkini topshirib beringlar. Ularning cho'ng bo'lib kelishidan qo'rqib, mol mulkini buzib chechib yeb olmanglar. Yetimga vasi bo'lganlardan kimki boy ekan, vasi bo'lganlik haqqi uchun yetimning mol mulkini yeyishdan o'zini saqlasin. Sizlardan kimki yo'qsul ekan, u o'z amgikining haqqi uchun muvofiq ravishda yesin. Ular, ya'ni balog'atga yetgan yetimlarning mol mulkini topshirib beradigan chog'da boshqalarni guvoh qilib qo'yinglar. Alloh hisob elishga yetarlikdir. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Ota-onasi va tuqqanlari qoldirgan mirosda, ya'ni meyitning tarakisida erlarning hassisi bor. Mayli u, ya'ni taraka oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, har odam Allohning adil shariatida belgilangan hassini oladi. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. Taqsimot vaqtida varis emas tuqqanlar, tuqqan emas yetimlar va miskinlar hozir bo'lsa, ularga buningdan, ya'ni tarakidan ularning ko'nglini elish uchun bir oz narsa beringlar. Ularga chiroyli so'z qilinglar. Ya'ni bu kichiklarning meli, bizning emas deganga o'xshash o'zlarini aytinglar. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Kimlar ki o'zlaridan qilib qoladigan kichik bolalari bo'lib, ulardan qandoq andisha qiladigan bo'lsa, boshqalarning qilib qolgan kichik bolalari uchunmi shundoq andisha qilsin. Yetimlarning ishida Allohdan qo'rqsin va to'g'ri so'zni aytsin. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. Zulm qilib yetimlarning mol mulkini nohaq yeyoladiganlar shubhisizki qo'rsqiga qiyomat kuni yenib turadigan o'tni yevolgan bo'ladi. Ular yenib turgan o'tqa, ya'ni do'zaxga kirdi. Yusikumullohu fi awladikum lizzakari mithlu hazzil unthayayn فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا
تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Allah balalaringlarga tegadigan miros haqida tavsiya qiladi-ki, bir erga ikki ayolning hassisi tegadi. Agar meyitning qizi 2 yoki 2dan ko'p bo'lsa, u chaqda ularga mirosning 3dan 2 hassisi tegadi. Agar varis bir qiz bo'ladigan bo'lsa, uningga mirosning yarmi tegadi. Agar meyitning bolalari bo'lsa, bu chaqda uning ota-onasining har biriga mirosning 6dan 1 tegadi. Agar uning bolalari bo'lmay, mirosga faqat uning ota-onasi varislik qiladigan bo'lsa, bu chaqda uning onasiga mirosning 3dan 1 tegadi. Qolgani otasiga tegadi. Agar meyitning ota-onasidan boshqa yana qarindoshlari bo'lsa, onasiga mirosning 6dan 1 tegadi. Qolganini otasi oladi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan va qarzi to'lanib bo'lgandan keyin elib beriladi. Ota-onanglar va bolalaringlardan, ya'ni bu ikkisidan qaysisining manfaat jihatdan o'zinglarga eng yaqin ekanligini bilmaysizlar. Bular Alloh tarafidan bekitilgan belgilimidir. Alloh haqiqatan hammani bilguchi, hikmat bilan ish qilguchidir. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحد منهما السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. Agar ayollaringlarning bolalari bo'lmasa, bu chaqda ular qoldirgan mirosning yarmi ey erlar sizlarga tegadi. Agar ularning bolalari bo'lsa, ularga qoldirgan mirosning 4dan 1 sizlarga tegadi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki meyitning qarzi to'lanib bo'lgandan keyin elib beriladi. Agar sizlarning bolalaringlar bo'lmasa, bu chaqda ayollaringlarga sizlar qoldirgan mirosning 4dan 1 tegadi. Agar sizlarning bolalaringlar bo'lsa, bu chaqda ayolinglarga sizlar qoldirgan mirosdan 8dan 1 tegadi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarzi to'lanib bo'lgandan keyin elib beriladi. Agar miros qoldirg'uchi ota-onasiz, bolasiz yoki ayol bo'lib, uning faqat ona bir qarindoshi va ona bir hamshirisi bo'lsa, ularning har biriga mirosning 6dan 1 tegadi. Agar miros qoldirg'uchining, ya'ni miros qoldirg'uchi meyitning ona bir, ota boshqa qarindoshlari va hamshiralari buningdan, ya'ni birdan ko'p bo'lsa, u chaqda mirosning 3dan 1 ularning orasida o'rtaq taqsim qilinadi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarzi to'lanib bo'lgandan keyin elib beriladi. Miros qoldirg'uchi odamning vasiyati
varislarga ziyon yetkazmaydigan bo'lishi kerak. U Alloh tarafidan qilingan tavsiyadir. Alloh hammani bilguchidir, halimdir. Ya'ni amriga xiloflik qilguvchilarni jazolashga oldirib ketmaydi. Tilka hududulloh ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Ani shular, ya'ni Allah bandalarining amal qilishi uchun belgilab bergan yuqoridagi ahkomlar Allohning qonunlaridir. Kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qiladigan, Alloh uni ostidan o'stamlar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. U yerlarda mangu qoladi. Bu cho'ng muvaffaqiyat qozonishdir. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Kimki Allohga va payg'ambariga osiylik qilib, Allohning qonunlarining sirtiga chiqib ketadigan, Alloh uni do'zaxga kirgizadi. U do'zaxda mangu qoladi. Xo'rlig'uchi azobga duchor bo'ladi. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. Ayollarınlardan fahisha qilganlarni isbotlash uchun oranglardan 4 guvohchi keltiringlar. Agar ular guvohlik bersa, ya'ni ular guvohlik berib ayolning jinoyatini isbotlasa, toki ayollaringlar vafot bo'lganga yoki Alloh ularga bir chiqish yo'li berganga qadar ularni uyda tutinglar. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. Oranglarda 2 kishi, ya'ni er bilan ayol fahisha qilsa, ularni ayıplanglar. Agar ular tavba qilib tuzalsa, ularni kechiringlar. Allah tavbini bakmi qabul qilg'uchidir, to'limi mehribondir. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Allah qabul qilishni va'da qilgan tavba yomonlikni nodonlikdan qilib silib, ondan uzunga qolmay, ya'ni o'lim kelishdan burun tavba qilganlarning tavbasidir. Allah ana shularning tavbasini qabul qiladi. Allah hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Davomliq yomon ishlarni qilib, beshiga o'lim kelgan chog'da, amdi tavba qildim deguchilarning tavbasi va kofir peti o'lguchilarning tavbasi, ya'ni o'lim oldida iymon aytdim deguchilarning iymoni qabul qilinmaydi. Ani shularga
qattiq azob tayyorladik. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Ey müminler, ayollarga zo'rlik qilib, ularni miros qilib olmoq, ya'ni bir odamning qo'lidan yana bir odamning qo'liga o'tib turadigan mol o'rnida qilib olmoq sizlarga durust bo'lmaydi. Ular ochiq bir fohishi ishni qilmagan holatda sizlar ularga bergan mahridan bir qismini yo'lib olish uchun ularga besim ishlatmanglar. Ular bilan chiroyliqcha tirikchilik qilinglar. Agar ularni yoqtirmasanglar, sabr qilinglar. Chunki sizlar yoqtirmaydigan bir ishda Alloh ko'p xayriyatlarni paydo qilishi mumkin. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Agar bir xotinni qo'yib etib, o'rniga yana bir xotinni olmoqchi bo'lsanglar, qo'yib etmoqchi bo'lgan xotinga mahri qilib ko'p mol bergan bo'lsanglarmi, uningdan hech narsani qaytirib olmanglar. Uni ayolga qari choplab va ochiq zulm qilib olamsizlar. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. O'zaro xilvatda bo'lishgan tursanglar va ayollar sizlardan nikoh aqdidan iborat mustahkam ahdi olgan tursa, uni qandoqmi qaytirib olasizlar? وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Atalarınlar olgan ayollarni olmanglar. Lekin buningdan ilgari olgan bo'lsanglar, apu qilinadi. Bu haqiqatan yomon ishdir. O'ch ko'riladigan qiliqdir. Bu nima degan yomon odat? حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Sizlarga onalaringlarni, qizlaringlarni, hamshirlaringlarni, otanglarning hamshirlarini, onanglarning hamshirlarini,
qerindishinglarning qizlarini, hamshiranglarning qizlarini, süt onalaringlarni, emildosh hamshiringlarni, qiyin onanglarni, sizlar bir yerda bo'lgan ayollaringlarning boshqa ardin bo'lgan o'yinglarda tarbiyalangan qizlarini. Bu shart emas. Uyda tarbiyalanmagan bo'lsa-mu, elish harom qilindi. Agar sizlar ularning onalari bilan bir to'shakda bo'lmagan bo'lsanglar, bu chaqda ularni olsanglar hech bak yo'qdir. Yana o'z pushtinglardan bo'lgan bolalaringlarning ayollarini elishinglar va ikki hamshirni bir vaqtda amringlarda saqlashinglar harom qilindi. Lekin o'tgan kelar, ya'ni jahiliyat davrida qilganinglar afu qilinadi. Alloh haqiqatan mag'firat qilguchidir. Bandalarga nihoyatda mehribondir. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Erlik ayollarni elishmi sizlarga harom qilindi. Faqat sizlarning boshqurishinglar ostidagi cho'rilar buningdan mustasno. Bu Allohning sizlarga farz qilgan hukmlaridir. Bulardan, ya'ni yuqoridagi elish durust bo'lmaydigan ayollardan boshqalarini zinodan saqlanib, iffatlik bo'lguninglar holda mollaringlarni sarf qilib, ya'ni mahrini berib nikohlab elishinglar halol qilindi. Qaysiki ayollarni nikohlab elib foydalansanglar, ularga nikoh vaqtida bekitilgan mahrilarini beringlar. Mahri bekitilgandan keyin o'zaro tutishgan narsanglar to'g'risida, ya'ni ayolning roziligi bilan soqit qilingan mahri uchun sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Mömin ayollarni elishqa qurbi yetmaydiganlar qo'l ostidagi mömin cho'rilardan olsin. Alloh iymoninglarni obdan biladi. Ya'ni ularning sirtqi ko'rinishiga qarab eliveringlar. Ichki ahvolini Allohga topshiringlar. Sizlar bir-biringlar bilan dindoshsizlar. Ularning xo'jalarining qo'shilishi bilan ularni xotinlikqa olsanglar bo'ladi. Ularga mahrilarini kemaytvatmasdan va kechiktirmasdan beringlar. Lekin ular oshkora zina qilmaydigan, yoshirin oshni tutmaydigan afifa bo'lishlari kerak. Agar ular erga takkandan keyin fohisha qilsa, ularga hur ayollarga beriladigan jazoning yerimi berilishi kerak. Bu, ya'ni cho'rilarni nikohlab elish
Oranglarda zinoga mubtalo bo'lib qolishdan qo'rqqan kishi uchundir. Sabr qilalasanglar, sizlar uchun yaxshidir. Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Allah sizlarga halol va haromga doir ahkomlarni bayon qilishni, sizlardan burunqilar, ya'ni payg'ambarlar va yaxshilarning yo'llariga sizlarni hidoyat qilishni, gunohinglardan qilgan tavbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Alloh hammani, ya'ni bandalarining hamma ahvolini bilguchidir va hikmat bilan ish qilg'uchidir. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Allah sizlarning tavbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Bu Allohning rahmatining kengligini ko'rsatish uchun takrorlandi. Shahvatlarga agishadiganlar, ya'ni shaytonga agishadigan fojirlar, to'g'ri yo'ldan burilib ketishinglarni, shularga o'xshash fojir bo'lishinglarni xohlaydi. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Allah sizlarning yukinglarni yeniklatishni, ya'ni shariat ahkomlarini sizlarga osonlashtirishni xohlaydi. Inson nafsi xohishiga xiloflik qilishdan ojiz yoritildi. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Ey müminler, bir-biringlarning mollarini o'g'irlik, xiyonat qilish, bulash, jazoni xo'rlik, qimar o'ynash qatorliq nohaq yo'l bilan yevolmanglar. Ikki taraf rozi bo'lishib qilishgan savdo-setiq orqali erishilgan narsa buningdan mustasno. Sizlar o'zinglarni, ya'ni bir-biringlarni o'ltirmanglar. Alloh haqiqatan sizlarga nihoyat mehribondir. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. Kimki chekdan eshib va zulm qilib, uni, ya'ni Alloh cheklagan ishlarni qiladigan, uni do'zaxga kirgizamiz. Bu Allohga osondir. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Agar sizlar man'i qilingan cho'ng gunohlardan saqlansanglar, karimimizga ilib kichik gunohinglarni yo'qqa chiqaramiz va sizlarni esil makonga, ya'ni jannatga kirgizamiz. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Ey müminler! Allah sizlardagi bir-biringlardan ortiq qilgan narsalarni hasad qilish yuzasidan orzu qilmanglar. Erlar qilgan amallaridan hassador bo'ladi. Ayollarmi qilgan amallaridan hassador bo'ladi. Allohdan uning fazlini tilanglar. Allah beradi. Allah haqiqatan hamma narsani bilguchidir. وَلِكُلٍّ
جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Her bir odamning qoldirgan tarakisi uchun varislar tayinlidiq. Ular ota-onalar va yaqinlardir. Sizlar bilan o'zaro yordam berish va mirosxo'r bo'lishga ahd paymon qilishgan kishilarga ularning mirosdan hassini beringlar. Alloh haqiqatan hamma narsani bayqab turg'uchidir. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Erler ayollarning homileridir. Bu Allah'ның ularning ba'zisini ba'zisidan, ya'ni erlarni kuch-quvvat, g'azotga chiqish qatorliq jihatlarda ayollardan ortiq qilganligidandir va erlarning o'z pul mollarini sarf qilganligidandir. Ya'ni ayollarning nafiqasi erlarning zimmasiga yuklanganlikdandir. Yaxshi ayollar itoat qilg'uvchilardir. Erlari yenida bo'lmagan chog'larda Allah'ның panohida erlarining haqlarini saqlag'uvchilardir. Sizlar sarkashlik qilishlaridan qo'rqadigan ayollarga nasihat qilinglar. Bu unum bermasa, bir to'shakda birga yotmanglar. Bumi unum bermasa, ularni adablash maqsadida ostiroq uringlar. Agar sizlarga itoat qilsa, ularni bo'zaq qilish xiyolida bo'lmanglar. Alloh haqiqatan sizlardan ustundur, buyukdur. Alloh ayollarga zulm qilganni jazolaydi. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. Agar xotin ikkaylanning inoqsiz bo'lib kelishidan qo'rqsanglar, erning tuqqanlaridan bir haqqoniy kishini, xotinning tuqqanlaridan bir haqqoniy kishini avatinglar. Agar bu ikki kishi ularni aplashtirishni xohlasa, Alloh xotin ikkisining orasiga inoqlik soladi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Allah'a ibadet kılınlar. Onunla hiç nersini şerik keltirmenglar. Ota-ananglarga, hiç akribalarınlarga, yetimlerge, miskinlerge, yakın qo'shniga, yiroq qo'shniga, yondiki hamrohga, ya'ni safardoshga, savaqdoshga, musofirga, qo'l ostinglardagi qul cho'rilarga yaxshilik qilinglar. Shubhisizki, Alloh mutakabbir, maqtanchoqni yoqtirmaydi.
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Ular, yani mutakabbirlar, maqtanchoqlar bexillik qiladi. Kishilarni bexillikqa buyuruydi. Alloh ularga o'z fazlidan bergan narsalarni, ya'ni pul molni va Muhammad alayhissalomning Tavrotdagi sifatini yoshirdi. Allohning ne'matini inkor qilguvchilarga xo'rlig'uchi azobni tayyorladik. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Ular mollarini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladi. Ular Allohga ishonmaydi, oxirat kuniga ishonmaydi. Kimki o'ziga shaytonni hamroh qiladi ekan, u shaytonning buyrug'i bo'yicha ish qiladi. Shayton nima degan yomon hamroh. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. Agar ular Allohga, oxirat kuniga ishonsa va Alloh o'zlariga bergan moldan sarf qilsa, ularga nima ziyni bo'ladi? Alloh ularni obdan biladi. Qilmishiga qarab jazolaydi. Innalloha la yuzlimu mithqala zarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Alloh haqiqatan zarricha zulm qilmaydi. Agar kishining zarricha yaxshiligi bo'lsa, Alloh uni hassilab ziyoda qiladi. O'z dargohidan buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladi. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Biz har bir ummatdan bir guvohchini keltirgan va ey Muhammad, seni bularga, ya'ni ummating ichidagi iymonsizlarga va gunohkorlarga guvohchi qilib keltirgan cheg'imizda ularning holi qandoq bo'ladi? يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Kafirlar va payg'ambarga osiylik qilganlar u kunda ular qiyomatning dahshatini ko'rganlikdan yer bilan to'p-tuz qilib etilishini, ya'ni yerga ko'milib tuproqqa aylanib ketishini orzu qiladi. Ularning hamma a'zosi guvoh bo'lganlikdan Allohdan hech bir so'zni yoshira olmaydi. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
Ey müminler, sizlar mast bo'lsanglar, nima davatqininglarni bilgininglargacha. Junub bo'lsanglar, yo'l ustida bo'lganlar buningdan mustasno. G'usl qilmag'ucha namozga yaqinlashmanglar. Agar kesal, ya'ni kesalga suv ziyon qiladigan bo'lsa, yoki safar ustida bo'lsanglar, yoki hojat qilsanglar, yoki ayollar bilan munosabat o'tkazsanglar, mushundaq ahvol ostida suv topolmasanglar, pok tuproqni yuzinglarga, qo'linglarga surtib tayammum qilinglar. Alloh haqiqatan afu qilg'uchidir, mag'firat qilg'uchidir. Ya'ni Alloh bandalariga haraj bo'lmasligi uchun ibodatni osonlashtirib berguchidir. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. Ey Muhammed, kitaptan, yani Tevrat'tan nesibi berilgen kişiler, yani Yahudi mollalarının gumrahlıkını setip alganlıkını ve sizlerinin doğru yoldan ezişinlerini halaydıganlıkını görmedin mi? Vallahu a'lamu bi'a'daikum ve kefâ billahi veliyyen ve kefâ billahi nasîrâ. Allah sizlerinin düşmanlarınlarını obdan beledi. Allah sizlerini saqlashqa yeterlikdir ve sizlerge medetkar buluşqa yeterlikdir. Yani sizlerini Yahudilarının mekridin saqlashqa Allah kufayidir. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Yahudilarning ichida kitobning, ya'ni Tavratning so'zlarini o'zgartib etadiganlarmi bor? Ular biz so'zingni angladik, amringga bo'ysunmadik, bizga quloq sol, biz sana quloq solmaymiz deydi. Dinga ta'ni qilish yuzasidan ra'ina degan so'zni tillarini agri qilib aytadi. Agar ular yuqorqi so'zlarining o'rniga angladik va bo'ysundik, quloq sol, unzurna desa, ular uchun Allohning dargohida teximi yaxshi, teximi to'g'ri bo'ladi. Lekin kufri sabablik Allah ularni rahmetidan yiroq qildi. Ularning ozg'inisidan boshqasi iymon etmaydi. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا. İyi kitap berilgenler, yani Yahudiler, biz nurgun yüzlerini özgertip, arkısığı kılıp koyuşumuzdın, yani yüzdeki burun, köz, kaş katarlık sezgü azalarını öz joylardan yok kılıp etip, ularını arka tarafga payda kılıp koyuşumuzdın, suratlarını mubaddal kılışımızdın, ilgiri, yoki ularga shanba kunining hurmatini saqlamaganlarga la'nat qilgandek la'nat qilishimizdan ilgari o'zinglardagi kitobni, ya'ni Tavratni tasdiq qiladigan biz nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar. Bo'lmasa, yuqorqi ikki baloning biriga uchraysizlar. Allohning hukmi ijro qilinadi. Ya'ni Alloh biror ishga amr qilsa, u ish cho'qim bo'lmay qolmaydi.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Allah haqiqatan Allohga sherik keltirish gunohini mag'firat qilmaydi. Xohlagan odamning uningdan boshqa gunohini mag'firat qiladi. Kimki Allohga sherik keltiradigan cho'ng gunoh qilgan bo'ladi. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. Özlerini pak deb qaraydiganlar, ya'ni özlerini taqvodorlik bilan madiyalaydiganlarni ko'rmidingmi? Undaq emas. Ya'ni ish ularning deginidek emas. Allah xohlagan bandisini pak qiladi. Ularga qilchilikmi zulm qilinmaydi. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. Ey Muhammad, ularning Allohga tuhmat chaplayotganligiga qarag'in. Bu ochiq gunohdir. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Kitaptın nesivi berilgenler, yani Yahudilarını görmedinmi? Ular butqa ve şeytanğı işenedi. Kapırlarını körstüp, bular, yani Quraysh kuffarlarının yolu iman etqanlarınkinden teximi toğrudur, deydi. Ulaikellezine la'anahumullah وَمَنْ يَلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. Ani şular Allah rahmetinden yirak kılgan kişilerdir. Allah kimni rahmetinden yirak kılıdiken, onunla Allah'ın azabıdan kutuldurduğun hiçbir medetkar tapalmaysan. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. Yoki ularning padişahlıktan nesivisi var mı? Hiç qandaq nesivisi yo'q. Agar bo'ladigan bo'lsa, ziyoda bexillikdan ular kishilarga qilchilik narsa bermaydi. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. Yoki ular Allah o'z fazlidan kishilarga bergan narsiga, ya'ni Muhammad alayhissalomga berilgan payg'ambarlikka hasad qilishamdi. Biz haqiqatan İbrahim avlodiga kitob, hikmat berdik va ularga büyük padişahlık berdik. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Ular, yani Yahudilarning ichida onunga, yani Muhammad alayhissalomga iman etqanlarmi bor? Onundan yüz o'rganlarmi bor? Ularga ularning kufriga jazo berish yuzasidan jahannamning yenib turgan o'ti yetarlikdir. Innallazina kafaru biayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. İnnallâhe kâne azîzen hakîmâ. Şübihisiz ki,
bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni do'zaxga kirgizamiz. Ularning terilari pishib tugigan chog'da azobni tetitish uchun o'rniga boshqa teri yangushlaymiz. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. İman etqan və yaxşı əməllərini qılğanlarni ostidan o'ztanlari eqib turadigan jannatlarga kirgizamiz. Ular jannatlarda mangu qoladi. U yerda ularga pok jo'ptilar bo'ladi. Ularni jannatning mangulik soyisiga daxil qilamiz. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Şübhisiz ki Allah sizlarni omonatlarni egisiga qaytirishga, kishilar orasida hukm qilganda adil hukm qilishga buyuruydi. Allah sizlarga nasihat qilgan ishlar nima degan yaxshi. Allah haqiqatan so'zinglarni anglab turguchidir. İşleringlarni ko'rib turguchidir. Ya eyyuhallazina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ey müminler! Allah'a, Peygamberge ve özünlardan bolgan iş üstüdekilerge itaat kılınlar. Eğer sizler bir şeyde ixtilop qilishib qalsanglar, bu to'g'rida Allohga va payg'ambarga murojaat qilinglar. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, bu ya'ni Allohning kitobiga va payg'ambarining sunnatiga murojaat qilish sizlar uchun foydalidir. Natija e'tibori bilan go'zaldir. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Sana nazil kılıngan kitapka, yani Kur'an'a ve senden burun nazil kılıngan kitaplarga, yani Tevrat'a ve İncil'ga iman keltirdik devolgan kişiler, yani münafıklarını görmedin mi? Ular erzini şeytanın aldığı elip barmakçı boluvatıdı. Halbuki ular shaytonni inkor qilishga buyurilgan. Shayton ularni cho'nqur ozdirishni xohlaydi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. Ular, yani münafıklarga Allah nazil qilgan kitap tarafga ve Peygamber tarafki kelinglar deyilse, münafıklarning sendin qattiq yüz o'rganligini ko'rasan.
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Qilmishlari tufaylidan o'z beshiga birər musibat kelgan chaqda sening oldinga kelib Alloh bilan qasam qilgan holda biz faqat yaxshilik va yarashishni iroda qilgan edik deganlarning holi qandoq bo'ladi? أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Ani shular, ya'ni munofiqlar yolg'on aytadi. Alloh ularning dillaridagini, ya'ni munofiqlikni, mikrini biladi. Ulardan yuz o'rigin. Ularga nasihat qilgin. Ularga ta'sirlik so'zlarni qilgin. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Biz har qanday payg'ambarni faqat itoat qilinish uchun avatdik. Uningga itoat qilganlik Allohga itoat qilganlik bo'ladi. Ular, ya'ni munofiqlar sening hukmingni qabul qilmay, o'zlariga zulm qilganda, sana kelib Allohdan mag'firat tilasa, payg'ambarmu ular uchun mag'firat tilasi edi. Albatta, ular Allohni kechirim qilguvchi, nihoyat mehribon topatdi. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ey Muhammad, Parvardigoring bilan qasamki, ular, ya'ni munofiqlar o'z orasidagi da'talashqa seni hukm chiqarishga taklif qilmoqchi. Ondan sening chiqargan hukmingga ularning dillaridagi qilchi g'um bo'lsa-mu yo'qolmag'icha va ular butunlay bo'ysunmag'icha iymon etgan bo'lmaydi. ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Agar biz ularga o'zinglarni o'ltiringlar yoki yurtinglardan chiqib ketinglar deb amr qilgan bo'lsak, ya'ni ilgirkilarga yuklagandek eg'ir taklifni ularga yuklasak edik, ularning ozg'inisidan boshqasi buni ijro qilmaydi. Agar ular qilingan vaz nasihatga amal qilsa edi, albatta ularga yaxshi bo'ladi va iymoni mustahkam bo'lgan bo'ladi. Gumrohlik va nifoqdan eng yiroq bo'lgan bo'ladi. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. O chaqda dargohimizdan ularga albatta buyuk ajr, ya'ni jannat ata qilatdik. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Ularni albatta to'g'ri yo'lga hidoyat qilatdik. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Kimler ki
Allohga va payg'ambarga itoat qiladigan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajalik payg'ambarlar va shahidlar. Shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ular nima degan yaxshi hamrohlar? Zalikal fadlu minallohi va kafa billahi alima. Bu fazil Alloh tarafidandir. Alloh fazil ihsonga tegishlik bo'lganlarni bilishda yetarlikdir. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. Ey müminler! Düşmanlarının şerrinden saqlanish uchun tayyorlik holatida turinglar. Urushqa turkum bo'lib yoki hammanglar bir bo'lib chiqinglar. وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا. Şübhisizki, aranglarda urushga chiqmay kelib qolganlar, ya'ni munofiqlar bor. Agar sizlarga biror musibat, ya'ni mag'lubiyat yoki qirg'inlik kelsa, u munofiq, Alloh menga haqiqatan marhamat qildi. Chunki men ular bilan urushda birga bo'lmadim. Bo'lmasa, o'ldirilganlar qatorida o'ldirilgan bo'lardim, deydi. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. Agar sizlarga Allohning fazli, ya'ni g'alaba va g'animat yetsa, go'yo sizlar bilan u, ya'ni munofiqning orasida hech qanday do'stlik yo'qdikidek, koshki men urushda ular bilan birga bo'lgan bo'lsam, cho'ng bir muvaffaqiyatga, ya'ni g'animatdan zo'r nesibiga erishgan bo'lardim, deydi. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Dünya tirikchiligini oxiratga tegishadiganlar Alloh yo'lida jenini, pul melini pido qilib jihad qilsin. Kimki Alloh yo'lida jihad qilib o'ldirilsa yoki g'alaba qilsa, biz uningga katta ajr ato qilamiz. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. Ey müminler! Sizlarga nima bo'ldiki, Allohning yo'lida jihad qilmaysizlar va duo qilib, ey Parvardigorimiz, bu aholisi zolim shahardan bizni chiqarg'in. O'z dargohingdan bizga bir egidorchilik qilguvchini muyassar qil. O'z dargohingdan bizga bir madadkorni muyassar qil, deydigan ojiz erlar, ojiz ayollar va bolalarni qutqizish uchun jihad qilmaysizlar. الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Müminler Allah'ның yolida jihad qiladi. Kafirlar
shaytonning yo'lida urush qiladi. Shaytonning do'stlari bilan urush qilinglar. Sizlar ularni yengisizlar. Shaytonning tadbiri haqiqatan ojizdir. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Ey Muhammed, ularga, yani Mekke'de turup urushni talab qilganlarga urushdan qo'linglarni yig'inglar, namoz o'qinglar, zakot beringlar degan kishilarni ko'rmidingmi? Ya'ni ulardan ajablanmamsan? Bularga jihad farz qilingan chog'da ularning orasidagi bir turkum kishilar dushmandan go'yo Allohning azobidan qo'rqqandek, balki uningdan battarroq qo'rqidi. Ular o'limdan qo'rqib, Parvardigorimiz, bizga nima uchun jihodni farz qilding? Nima uchun bizni uzoqqa qolmay keladigan ajalgacha ta'xir qilmading? Ya'ni ajalimiz yetguncha ta'xir qilsang, urushda o'ltirilmasak bo'lmasmidi? dedi. Ey Muhammad, aytqinki, dunyoning manfaati ozdir. Ya'ni dunyoning ne'mati fanidir. Allohdan qo'rqqan va uning amrini tutganlar uchun oxirat yaxshidir. Sizlarga qilchilik zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan amalinglarning savobi kemaytilmaydi. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Qayerda bo'lmanglar, ajal kelganda o'lim sizlarni topadi. Sizlar mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdimi? Agar ular, ya'ni munofiqlar biror yaxshilikka erishsa, bu Allohdan bo'ldi deydi. Agar ular biror ziyon zahmatga uchirsa, bu sendin, ya'ni sening detingga kirganligimizdan bo'ldi deydi. Ey Muhammad, bu ahmoqlarga aytqinki, yaxshilik va yomonlikning hammasi Alloh tarafidandir. Ya'ni hammasini Alloh yaratgandir. Bu qavmga nima bo'ldikin? Ular hech bir so'zni, ya'ni hamma shay'ining Allohning taqdiri bilan bo'ladiganligini tushunmaydi. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Ey inson, sana yetgan yaxshilik marhamat qilish yuzasidan Alloh tarafidandir. Sana yetgan yomonlik qilmishlaring tufaylidan o'zingdandir. Ey Muhammad, seni biz butun insonlarga payg'ambar qilib avatdik. Sening payg'ambarligingga shohidlikqa Alloh yetarlikdir. من يطع الرسول فقد أطاع الله
وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Kimki payg'ambarga itoat qiladigan, u Allohga itoat qilgan bo'ladi. Chunki payg'ambar Allohning amrini yetkazadi. Kimki ey Muhammad, sendin yuz o'riydigan, bilginki biz seni ularga ko'zatchi, ya'ni ularning amallarini ko'zatib, amallariga qarab hisob olg'uchi qilib avatmidik. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Ular, yani münafıklar, əmringe itoat qildik deydi. Senin yeningdan chiqib ketgan chog'da ularning bir turkumi o'zlarining aytgan so'zlarini o'zgartib etdi. Ya'ni amringa xiloflik qiladi. Alloh ularning o'zgartganlarini xotirlab turadi. Ya'ni farishtalarni ularning amallarini yezishga buyuruydi. Sen ulardan yuz o'rgin, ya'ni kechirgin. Allohga tavakkul qilgin. Tavakkul qilguvchiga Allohning homiyligi yetarlikdir. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ular Qur'on ustida fikr yurgizmamdi. Agar Qur'on mushriklar bilan munofiqlar gumon qilgandek Allohdan g'ayrining tarafidan bo'lgan bo'lsa, albatta uningdan nurg'un ziddiyatlarni topgan bo'ladi. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Müminlərə aid amallıqның yoki qorqunçның birər xəbri ularga, yəni munafiqlarga yetsə, uni tarqıtıdı. Əgər uni peyğəmbərgə və ular, yəni müminlərning içidəki iş üstüdikilərə ma'lum qılsa, şu xəbərini çıxarğucular uni, yəni şu xəbərinin həqiqi əhvalını ulardan əlbəttə bilib alatdı. Ey müminlər, əgər sizlərə Allah'ның fəzli və mərhəməti bolması idi, sizlərning azğını kişiden başqalarınlar əlbəttə şeytanğa əgişib ketəddinlər. فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا. Ey Muhammed, Allah'ның yolida cihad qılğın. Yani özün yalğız bolsanmı cihad qılğın. Sana g'alaba va'da qilingan. Munofiqlarning jihaddan qelib qolganligiga ahamiyat berib ketma. Sen faqat o'zingga javobgarsan. Mo'minlarni jihadga qiziqtirgin. Allohning kofirlar kuchini to'sidiganligimi haqiqatdir. Allohning kuchi eng zo'rdir. Allohning jazosi eng qattiqdir. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. Kimki kişiler arasında yaxşı iş üçün şafaat qılsa, uningdan, yani yaxshi ishdan
uning nesibisi bo'ladi. Kimki bir yomon ish uchun shafaat qilsa, uningdan, ya'ni yomon ishdan uning nesibisi bo'ladi. Alloh hamma ishga qodirdir. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Sizlarga bir kishi salom bersa, uningga teximi yaxshi salom bilan javob qaytaringlar. Ya'ni bir kishi assalomu alaykum deb salom bersa, uningga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu denglar. Yoki uning salomini aynan qaytaringlar. Ya'ni va alaykum assalom denglar. Alloh haqiqatan hamma narsadan, ya'ni bandalarining cho'ng kichik ishlaridan hisob olg'uchidir. Allohu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh shaksiz bo'ladigan qiyomat kunida sizlarni hisob elish uchun mahshargohga jazman yig'idi. Allohdanmi to'g'ri so'zli kim bor? Ya'ni so'zida, va'dasida Allohdanmi sodiq hech kim yo'q. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Ey müminler, sizler nimishqa munofiqlar to'g'risida ikki guruhga bo'linib ketsizlar. Allah ularning qilmishlari tufaylidan ularni kofirlar hukmida qildi. Allah ozdirgan kishilarni sizlar hidoyat qilmoqchi bo'lamsizlar. Kimniki Allah gumroh qiladigan, sen uningga hargiz to'g'ri yo'l tepib berolmaysan. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Ular sizlarning o'zlaridek kafir bo'lishinglarni, shuning bilan o'zlariga o'xshash bo'lishinglarni umid qiladi. Ular Alloh yo'lida hijrat qilmoqcha, ya'ni hijrat qilish orqali iymonini isbot qilmoqcha, ularni do'st tutmanglar. Agar ular Alloh yo'lida hijrat qilishdan yuz o'risa, ularni qayerda topsanglar, shu yerda tutib o'ltiringlar. Ularni do'stmi tutmanglar, yordamchimi qilmanglar. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Faqat sizlar bilan o'zlari orasida ahdi bo'lgan bir qavmga seg'inganlar yoki sizlarga qarshi urush qilishdan yoki o'z qavmga qarshi urush qilishdan yuraklari siqilib, ya'ni sizlar tarafmi emas, o'z qavmi tarafmi emas bo'lib, sizlarga kelganlar buningdan mustasno. Ya'ni mundoqlarni o'ltirmanglar va asir olmanglar. Agar
Allah xolisa, ularni sizlarga musallat qiladi. Ular albatta sizlar bilan urushatdi. Ya'ni Allah ularni kuchli qilib sizlarga qarshi urush qilishga jur'atlik qiladi. Agar ular sizlardan yiroq tursa, ya'ni sizlarga cheqilmasa, sizlar bilan urushmasa va sizlarga taslim bo'lsa, Allah sizlarning ularga hujum qilishinglarga hargiz ruxsat qilmaydi. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. İmanını izhar qilish bilan sizlardinmi omonlikqa erishmoqchi va qavmiga qaytganda kufrini izhor qilish bilan o'z qavmidinmi omonlikqa erishmoqchi bo'lgan ikkinchi bir xil kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rsizlar. Ular har qachon fitna fasodga, ya'ni kufrga yoki musulmonlar bilan urush qilishga chaqirilsa, o'zlarini uningdan tortidi. Agar ular sizlardan yiroq turmasa, sizlarga taslim bo'lmasa, sizlar bilan urushdan qo'l yig'masa, bu chaqda ularni qayerda ko'rsanglar, shu yerda asir elinglar, tutib o'ltiringlar. Ularning xiyonati sababli sizlarga ularga qarshi, ya'ni asir elishga, o'ltirishga ro'shan pokit ato qildik. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Mümin adamni savallik bilan emas, qasdan o'ltirishi hech durust emas. Kimki birer müminni savallik bilan o'ltirib qo'ydi ekan, u bir mümin qo'lni ozod qilishi va o'ltirilguchining varislariga diyat to'lishi kerak. Ular, ya'ni o'ltirilguchining varislari diyatni kechirim qilsa, shuning bilan qotil uni to'limasa hech bak yo'q. Agar o'ltirilguchi mümin sizlarga dushman kuffar qavmidan bo'lsa, bu chaqda o'ltirib qo'yg'ichi bir nafar mümin qulni ozod qilishi lozim. Diyat kelmaydi. Chunki o'ltirilguchining egisi musulmon bo'lmag'achqa, uningga varis bo'lmaydi. Agar o'ltirilguchi oranglarda muahidi bo'lgan kuffar qavmidan bo'lsa, uning varislariga diyat to'lash va bir nafar qulni ozod qilish kerak. Ozod qiladigan qul topolmagan odam, ya'ni qul ozod qilishga qodir bo'lolmagan odam tavbasini Allohning qabul qilishi uchun o'zildirmay 2 oy roza tutishi lozim. Alloh hammani bilib turg'uchi, hikmat bilan ish qilg'uchidir. ومن يقتل مؤمنا متعمدا
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Kimki bir müminni qasdan o'ltirdigan, uning jazosi jahannam bo'ladi. U jahannamda mangu qoladi. Allohning g'azabiga va la'natiga duchor bo'ladi. Alloh uningga oxiratda qattiq azob tayyorlaydi. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Ey müminler! Allah yoluğa, yani g'azotga otlangan vaqtinglarda haqiqatlab ish qilinglar. Ya'ni mo'min yoki kofirligi aniq bo'lguncha o'ldirishga oldirab ketmanglar. Sizlarga musulmon bo'lganligini bildirib salom bergan odamga dunyoning mol-mulkini, g'animatni ko'zlab sen mo'min emassan demanglar. Ya'ni o'lishdan qo'rqib salom berding deb uni o'ldirib etmanglar. Allohning dargohida mundoqlarni o'ltirishdan sizlarni behojat qiladigan nurg'un g'animatlar, ya'ni savob bor. Ilgari sizlarmu ana shundoq kofir edinglar. Keyin Alloh sizlarga iymonni iltifot qildi. Ularni o'zinglarga selishtirib, haqiqatlab ish qilinglar. Alloh sizlarning qilmishinglardan xabardordir. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Müminlerden özrisiz, ama tokur, keselge o'xshash özrisi barlar buningdan mustasno. Jihadga chiqmaganlar Alloh yo'lida mollarini, jonlarini tikib jihad qilguvchilar bilan barobar bo'lmaydi. Alloh mollarini, jonlarini tikib jihad qilguvchilarni jihadga chiqmaganlardan bir daraja ustun qildi. Bu ikki xil kishilar, ya'ni o'zrisi bo'lib jihadga chiqmaganlar va jihadga chiquvchilarning hammasiga Alloh jannatni va'da qildi. Alloh jihad qilguvchilarga buyuk ajr ato qilib, ularni o'zrisiz turib jihadga chiqmaganlardan ortiq qildi. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Allah ularga baland martibalar, mag'firat va rahmat ato qildi. Allah mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Özleriga zulm qilguvchilar, ya'ni hijratni tark etib kuffarlar bilan billa turg'uvchilarning jonlari farishtalar tarafidan elinadigan chog'da farishtalar ulardan
dininglarning ishida qaysi holatda edinglar deb so'raydi. Ular zaminda, ya'ni Makka zaminida biz dinni barpo qilishdan bo'zaq qilingan edik deydi. Farishtalar hijrat qilsanglar Allohning zamini kengri emasmidi deydi. Ana shu hijrat qilmaganlarning boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nima degan yomon joy. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Faqat erlerden, ayollardan, balalardan çaresiz qalğan, yani hicret qilishqa çare tapalmagan, yol bilmaydigan acizlar buningdan mustasna. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Ani shularni Allah afu qilg'ay. Allah nahayte afu qilg'uchidir. Nahayte mag'firat qilg'uchidir. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Kimki Allah yolida hicret kılıdiken, u ziminde çıkış yolu ve kengçilik tapıdı. Kimki öyüdün Allah'nın ve Peygamberinin tarifige hicret kılıp çıksa, ondan yolda ölse, onun ecrini çokum Allah beridi. Allah nahaytı mağfiret kılgıcıdır ve nahaytı mihribandır. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Səpərgi çıxqan vaxtınlarda kafirlarning özünglarga ziyon zahmat yetkizib qo'yishidan qo'rqib namozni qasr qilib, ya'ni 4 rakatni 2 rakat qilib o'qisanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Kafirlar sizlarga haqiqatan ochiq dushmandir. Namoz o'qiyotgan fursatdan foydalanib, sizlarni o'ldirib yetishdan yonmaydi. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. Ey Muhammed, sen müminler bilen cihatta billi bolup, ular bilen namaz okumakçı bolğununda, ularning bir qisi sen bilen birlikte namazga tursun. Qurallarını ehtiyat yüzüsidin yenide tutsun. Secdege berip bolğandan keyin ular arqanlarga ötüp tursun. Yani namaz okup bolğan pirqa arqanlarda közatçilik qılıp tursun.
ularning o'rniga namoz o'qimagan ikkinchi bir firqa kelib, sen bilan birlikda, ya'ni orqangda namoz o'qisin. Dushmanlaridan ehtiyotchanlik bilan ho'shyor tursin. Dushmanlari bilan urushishga tayyor turish yuzasidan qurollarini yenida tutsin. Kofirlar sizlarning qurollaringlardan, ashyolaringlardan g'aflatda qilishinglarni, shuning bilan sizlarga birdilla to'yiqsizdan hujum qilishni orzu qiladi. Ya'ni dushmanlarning sizlarga hujum qilish fursatiga ega bo'lolmasligi uchun hammanglar birli vaqtda yig'ilib namoz o'qimay, yuqorqi usul bo'yicha o'qinglar. Agar sizlarga yomg'ir sabablik haraj bo'ladigan bo'lsa yoki kasal bo'lsanglar, bu chog'da qurollaringlarni qo'yib qo'ysanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ehtiyotjon va ho'shyor bo'linglar. Alloh haqiqatan kofirlar uchun xo'r qilg'uvchi azob tayyorladi. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Namazdan farıq bolğununglarda öğrü turgan, olturgan ve yatqan holatlaringlarda Allah'ni yad etinglar. Allah sizlarga düşmaninglarga qarshi yordam berishi mumkin. Xotirjam bo'lgan cheg'inglarda namozni butun shartlari bilan mukammal ado qilinglar. Shubhisizki namoz mo'minlarga vaqti belgilangan farz qilindi. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Düşmanning orqasidan qo'g'lashga so'zlik qilmanglar. Agar sizlar qiynalsanglar, ularmu xuddi sizlarga o'xshash qiynaladi. Sizlar ular umid qilmaydigan narsani, ya'ni shahid bo'lishni, savobni va g'albini Allohdan umid qilasizlar. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. Ey Muhammed, seni kişiler orasida Allah'ның ko'rsatgani bo'yicha hukm qilsin deb sana haqiqatan haq kitobni nozil qildik. Xoinlarning tarifini olmag'in. Vastagfirillaha innalloha kana g'afurar rahima. Allohdan mag'firat tilagin. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. Gunoh qilish bilan o'zlariga xiyonat qilguvchilarning ta'rifini olmag'in. Xiyonatga odatlangan, gunohga cho'mgan kishini Alloh haqiqatan do'st tutmaydi. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Ular xiyonatlarini insonlardan xejil bo'lib yo'shirdi. Allohdan xejil bo'lib yo'shirmaydi. Ular Allah razı bo'lmaydigan so'zni, ya'ni bo'xton chaplash, yolg'on guvohlik berish va yolg'on qasamni pilolligan chog'da Alloh ular bilan birli edi. Ya'ni ularning ahvolini bilib turadi.
so'zini anglab turadi. Ularning qilmishlarini Allah tamamen bilguchidir. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. Sizlar shundoq kishilarsizlarki, hayoti dunyoda ularning, ya'ni o'g'ri va xoinlarning tarifini oldinglar. Qiyomat kuni kim Allohga qarshi ularning tarifini oladi, ya'ni Allohning azobini kim ulardan dab'i qiladi yoki kim ularga homiy bo'ladi? وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا. Kimki birər yomonlik yoki o'ziga birər zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qilg'uchi, nihoyatda mehribon ekanligini ko'radi. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Kimki qasdan birər gunoh qilsa, uni o'zining ziyniga qiladi, ya'ni uning vabolini o'zi tortadi. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Kimki bir kichik gunoh yoki bir cho'ng gunoh qilib qo'yib, uni begunoh odamga choplasa, u shu bo'xtonni va o'p-o'chiq bir gunohni o'ziga yuklab olgan bo'ladi. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Ey Muhammed, agar sana Allohning fazli va rahmati bo'lmasa edi, ulardan bir guruh odam cho'qim seni ozdirishni qasdlaydi. Ular faqat o'zlarini ozdiradi. Sana qilchi ziyon yetkazolmaydi. Allah sana kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni sunnatni nozil qildi. Sana sen bilmagan narsalarni, ya'ni shariat ahkomlarini va g'ayb ishlarni bildirdi. Allohning sana fazli cho'ngdir. La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin baynan nas. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Ularning yo'shirin suhbatining to'lisida xayriyat yo'qdir. Faqat sadiqaga yoki yaxshilikqa yoki kishilarni aplashtirishga amr qilgan kishilarning yo'shirin suhbati buningdan mustasno. Kimki u ishlarni Allohning roziligini tilash yuzasidan qiladigan, uningga buyuk ajr ato qilamiz. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kimki o'ziga mo'jizalar orqali to'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin payg'ambarga
ya'ni uning amriga muxolifatchilik qiladigan mo'minlarning yo'lidan g'ayriga agishadigan uni o'z yo'liga qo'yib beramiz. Uni oxiratda jahannamga kirgizamiz. Jahannam nima degan yomon joy. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Allah o'ziga biror narsaning sherik keltirilishini, ya'ni mushriklik gunohini albatta mag'firat qilmaydi. Buningdan boshqani Allah o'zi xohlagan odamga mag'firat qiladi. Kimki Allohga sherik keltirdi ekan, u haqiqatan qattiq ozg'an bo'ladi. يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. Ular, yani mushriklar, Allah'ni qo'yib, faqat o'zlari kishi nomlar bilan otib olgan butlarga ibodat qiladi. Faqat Allohning ibodatidan bosh tortgan shaytonga ibodat qiladi. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. Allah shaytonni rahmetidan yiroq qildi. Shayton aytdi: "Men albatta sening bandalaringdan muayyan sondikilarni egilayman. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Şundaqla çoqum ularni azdırıman, ularni xam xiyal qıldırıman, yani hayat uzun, qiyomat, hesap elish yo'q degandek botil aqidalarni ko'ngliga solaman. Ularni çoqum chahar poylarining butlarga nazra qilib belgi uchun quloqlarini yerishga buyurayman. Ularni çoqum Allohning maxluqotini o'zgartib etishga, ya'ni qullarni oqti qilish, ularga man o'ydirishga o'xshash ishlarga buyurayman. Kimki Allohni qo'yib shaytonni do'st tutadigan, u dunyo va oxiratda o'p-o'chuq ziyon tortgan bo'ladi. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Shayton ularga yolg'on va'dalarni beradi va ularni xam xiyolga soladi. Ya'ni amalda ishga oshmaydigan orzularni ko'ngliga soladi. Shayton ularga faqat yolg'onni va'da qiladi. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. Yani şularning boradigan joyi jahannamdir. Ular jahannamdan qochadigan joy topolmaydi. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. İman etqan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatga kirgizamiz. Ular jannatda mangu qoladi. Allohning va'dasi haqdir. Allohdanmi rost so'zlik kim bor? Ya'ni Allohdanmi rost so'zlik hech ahadi bo'lmaydi. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من
يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. Allah va'da qilgan savob sizlarning quruq orzuinglar va ahli kitobning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. Kimki bir yomonlik qiladigan, buning uchun dunyoda yoki oxiratda jazolanadi. U o'zi uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Ayollardan mo'min bo'lib turib, yaxshi ishlarni qilganlar jannatga daxil bo'ladi. Ularga qilchi zulm qilinmaydi. Ya'ni ularning qilgan amallarining savobi qilchi kemaytib etilmaydi. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. Yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirgan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amalini xolis Alloh uchun qilgan, botil dinlardan buralgan holda Ibrohimning diniga ergashgan kishidan diniy jihatda yaxshiroq odam bormi? Alloh Ibrohimni do'st tutdi. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. Osmonlardagi, zemindagi shay'larning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, bandalaridir, mahluqotlaridir. Alloh hamma narsani to'liq bilguchidir. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Ey Muhammad, sendin ayollar to'g'risida fatvo so'raydi. Aytqinki, ular to'g'risida Alloh sizlarga fatvo berdi. Qur'onda sizlarga tilovat qilinadigan ayollarning mirosiga oid oyatlarmi fatvo beradi. Shundoq yetimlar to'g'risida fatvo beradi-ki, ularning tayin qilingan mirosini bermaysizlar. Ularning mirosi qo'limizdan chiqib ketib qoladi deb ularni ergi bermaysizlar. Ya'ni mundaq qilmasliqinglarga fatvo beradi. Bo'zak qilingan bolalarning haqqini berishinglar va yetimlarga haqqoniy bo'lishinglar haqida fatvo beradi. Ayollarga va yetimlarga qandoqli yaxshilik qilsanglar, shubhisizki Alloh uni bilib turadi. Ya'ni shuningga asosan Alloh sizlarni mukofotlaydi. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Agar birər ayol erining ko'ngilsiz bo'lishidan yoki
yüz o'rishidan andisha qilsa, ularning o'zaro kelishishi hech gunoh emas. Kelishish o'zlashib ketishdan yaxshi. İnsanlarning tabiatiga bexillik singib ketgan. Agar ayollaringlarga yaxshilik qilsanglar, ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Allah sizlarni mukofotlaydi. Allah haqiqatan qilmishinglardan xabardordir. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. Ve dilning moyilligida baravar muomalada bo'lishga hargiz qodir bo'lolmaysizlar. Shuning uchun birsiga butunlay moyil bo'lib, ikkinchisini eri bordakmi emas, yo'qdakmi emas esib qo'yilgan ayoldek tashlab qo'ymanglar. Agar bu jihatdagi qusurlaringlarni tuzatsanglar, ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Allah albatta sizlarga mag'firat qiladi, rahim qiladi. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. Agar ikkisi o'zlashib ketsa, Allah o'z fazli bilan ularning birsini ikkinchisidan behojat qiladi. Allohning fazli kengdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Osmonlardagi va zemindagi shay'lar Allohningdir, ya'ni Allohning mulkidir, maxluqotidir. Sizlardan ilgari kitob berilganlarga, ya'ni Yahudiylar va Nasaralarga va sizlarga Allohga taqvodorlik qilishni tavsiya qildik. Agar kofir bo'lsanglar, kufringlar Allohga ziyon yetkazolmaydi. Osmonlardagi va zemindagi shay'lar Allohning mulkidir, maxluqotidir. Allah maxluqotdan behojatdir, madhiyaga loyiqdir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Osmonlardagi va zemindagi shay'lar Allohningdir, ya'ni Allohning mulkidir, maxluqotidir. Hamma ishni boshqarishga Allah yetarlikdir. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. Ey insonlar, agar Allah xolisa, sizlarni yo'q qilib, o'rninglarga boshqalarni keltirdi. Allah buningga qodirdir. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. Kimki qilgan amali bilan dunyoning ne'matini tilaydigan, uningga aytib qo'yginki, dunyo va oxiratning ne'mati Allohning dargohidadir. Banda o'z Parvardigoridan dunyo va oxiratning ne'matini tilasin. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. Bandalarining amallarini ko'rib turg'uchidir. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين
إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Ey müminler, xudolik uchun guvohlik berishda o'zinglarning yoki ota-onanglarning yoki tuqqanlaringlarning zeyniga guvohlik berishga to'g'ri kelgan taqdirdimi, adolatni barpo qilishga tirishinglar. Guvohlik berilguchi boy bo'lsa, uningga rioya qilmasdan yoki faqir bo'lsa, uningga ish og'ritmasdan hamon adil guvoh bo'linglar. Alloh sizlardan ularga yaqindir. Ya'ni ularning manfaatining nimada bo'ladiganligini obdan biladi. Nafsi xohishinglarga agishib, haqiqatdan burilib ketmanglar. Agar tilinglarni to'lg'isanglar, ya'ni guvohlikdagi pokitni burmilasanglar yoki guvohlikdan bosh tortsanglar, mundaqda Alloh haqiqatan sizlarning qilmishinglardan xabardor bo'lib turg'uchidir. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Ey müminler, Allah'a, Allah'ның paygambariga va Allah onunğa nazil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga va ilgari Allah nazil qilgan kitoblarga, ya'ni Qur'ondan ilgari nazil qilingan samaviy kitoblarga iymon keltiringlar. Kimki Allohni, Allohning farishtalarini, kitoblarini, payg'ambarlarini va oxirat kunini inkor qiladi ekan, u qattiq ozg'an bo'ladi. الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. İman etqan, ondan kafir bolğan, ondan iman etqan, ondan kafir bolğan, ondan küfrüde azvaydigan, ya'ni shu kufri bilan o'lgan kishilarni Alloh mag'firat qilmaydi va ularni to'g'ri yo'lga, ya'ni jannatga yetaklamaydi. Bashshiril munafiqin bi anna lahum azaban alima. Ey Muhammad, munofiqlarga bishorat berginki, ular qattiq azobga duchor bo'ladi. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Ular müminlerini koyup kafirlerini dost tutudu. Ular kafirlerinin qeşidin izzat ve qudrat talab qilamdi. Ya'ni kuffarlarni do'st qidin izzat va g'alaba tilamdi. Izzat va qudratning hammasi Allohga xosdir. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Allah
kitobda, ya'ni Qur'onda sizlarga nozil qildiki, sizlar Allohning oyatlarining inkor qilinayotgan va masxiri qilinayotganligini anglagan cheg'inglarda ular, ya'ni Allohning oyatlarini masxiri qilayotgan kofirlar boshqa parangga kirishmigicha ular bilan birga o'ltirmanglar. Bo'lmasa, gunohda ularga o'xshash bo'lib qolasizlar. Alloh haqiqatan munofiqlarning va kofirlarning hammasini oxiratda jahannamga to'playdi. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَب۪يلًا. Ular, yani münafıklar, sizlerge hadisi kelişini kütüdü. Eğer sizler Allah'ın nusretigi erişsenler, ular, biz sizler bilen bille emes miyduk? Kapırlardan algan ganimetlerden bizge mi berinlar, deydi. Eğer kapırlar zafer tapsa, ular kafirlarga biz sizlardan g'olib bo'lib turib sizlarni o'ltirmadik emasmi, sizlarni mo'minlardan saqlamadikmi deydi. Alloh qiyomat kuni oranglarda haqqoniy hukm chiqaradi. Alloh kafirlarga hargiz mo'minlarga qarshi yo'l bermaydi. Innal munafiqina yukhadi'una Alloha wa huwa khadi'uhum وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Şübihsizki münafıklar Allah'ını aldamakçı bolışıdı. Allah ularning aldamçılıqıga yarışa jazo beradi. Ular namoz uchun turganda xushyoqmaslik bilan turadi. Savab ümid qilmaydi. Namozni kishilarga ko'rsatish uchun o'qiydi, ya'ni riyokorlik qiladi. Allohni faqat ozg'ini yod etadi. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Münafıklar küfrü bilen iman arasında arasaldı bulup durdu. Ne olarga, ne bularga mensup emas. Yani müminlerge mu, kapırlarga mu mensup emas. Kimni Allah gumrah kılgan işken, onunga hergiz mu doğru yol tapalmaysan. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. İyi müminler, müminlerini dost tutuşunu koyup, kapırlarını dost tutmanglar. Sizlarning ziyninglarga, ya'ni munofiq ishkanliginglarga Allohning ro'shan pokita bo'lishini xohlamsalar, innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Munofiqlar cho'qim do'zaxning eng ostinqi qavitiga, ya'ni qabriga tashlanadi. Ularga hergizmi azaptan qutquzadigan madadkor topolmaysan. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Fakat münafıklıktan tövbe kılgan, amallarını tuzatgan, Allah'ның kitabıga çın yepişkan, dinni
Allah uchun xolis qilgan, ya'ni qilgan amalidan faqat Allohning roziligini ko'zlagan kishilar buningdan mustasno. Ani shular mo'minlar bilan billa, ya'ni ularning qatoridadir. Allah mo'minlarga oxiratda jannatdan iborat buyuk ajr ato qiladi. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Agar Allohning ne'matlariga shukr qilsanglar va iymon etsanglar, Allah sizlarga azob qilib nima qiladi? Allah shukr qilguvchini mukofotlaguchidir, hammani bilguchidir. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. Zulmga uchrag'ichidan boshqa har qanday kishining oshkora yomon so'z qilishini Allah yoqtirmaydi. Zulmga uchrag'ichining zolimdan shikoyat qilishiga va uningga duoibat qilishiga bo'ladi. Allah zulmga uchrag'uchining duosini anglag'uchidir, zolimni bilguchidir. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Sizlar oshkora yoki yoshirin bir yaxshilikni qilsanglar yoki biror yomonlikni kechirsanglar savob topsizlar. Shubhisizki Allah afu qilg'uchidir, qudratlidir. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. Şübhisizki Allah'ni ve onun peygamberlerini inkar qilganlar. Allah bilan onun peygamberlerinin arasını Allah'a işinip peygamberlerge işenmeymiz deyiş bilan ajirtib etmekçi bolganlar. Peygamberlerinin ba'zisiga işinimiz, ba'zisiga işenmeymiz degichilar onun, ya'ni iman bilan kufrining orasida o'ttir yo'l tutmoqchi bo'lganlar. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Ani shular iymonni da'vo qilgan taqdirdimi rostli kofirlardir. Kofirlarga xo'rlig'uchi azob tayyorladik. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Allah'a ve onun peygamberlerine iman etkan, ulardan hiçbirinin arasını ajırtıp etmegen, yani hammasiga iman etgan kishilarga Allah ularning tegishlik ajrlarini ato qiladi. Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Ahli kitap, yani Yahudilar ve Nasaralar senden özleriga osmondan bir kitap tushirishni so'raydi. Ular Musadan buningdanmi cho'ngroqini so'rab, bizga Allohni oshkora ko'rsatgin degan edi.
Şunun bilan ularning zulmi sabablik ularni chaqmoq so'qdi. Ya'ni osmondan bir o't kelib ularni halok qildi. Ular ro'shan mo'jizalar kelgandan keyin Mo'zayni ma'bud qilib oldi. Keyin biz ularni afu qildik. Biz Musaga uning rost payg'ambarligini isbotlaydigan mo'jizalardan ro'shan pokit ato qildik. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Tavrat shariatini qabul qilmaganliklari sababli ulardan ahdi olmoq uchun ustiga tur teg'ini tiklab qo'ydik. Ularga Baytul Muqaddas darvozasidan sajda qilgan holda kiringlar dedik. Hamda ularga shanbining hurmatini saqlanglar. Ya'ni shanbida beliq tutish bilan haddinglardan oshmanglar dedik. Ulardan bu haqda mahkam va'da oldik. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Ular ahdini buzganlıkları, Allah'ның ayetlerini inkar qilganlıkları, payg'ambarlarni nahaq o'ltirganliklari va Muhammad alayhissalomga dillarimiz pardalangan, ya'ni so'zini tushunmaydi deganliklari uchun ularga la'nat qildik. Balki Allah ularning kufri sababidan dillarini pechatlavatdi. Shunga ularning ozg'inisidan boshqasi iman etmaydi. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. Yana ularning kufri, ya'ni İsa alayhissalomni inkor qilganliklari uchun va Maryamga cho'ng bo'xton choplaganliklari uchun ularga la'nat qildik. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Yana Allah'ның Rasuli İsa ibn Maryamni haqiqatan o'ltirdik deganliklari uchun ularga la'nat qildik. Va holanki ularning İsa'ni o'ltirganimi yo'q, dorg'i osqinimi yo'q. Va lekin ularga shubha selindi. İsa'ni ostuk deb gumon qilib, İsa alayhissalomga o'xshab qolgan boshqa birsini osdi. İsa to'g'risida ixtilof qilishqanlar haqiqatan uning o'ltirilganligi masalasida shubhididir. Ular bu ishning haqiqatini bilmaydi. Gumong'ili asoslanadi. Ular İsa'ni jazman o'ltirmadi. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Balki Allah uni o'z tarafiga ko'tardi. Ya'ni İsa alayhissalomni Allah ularning sharridan qutuldirib, tirik holda osmonga elib chiqib ketdi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Ahli kitobdan, ya'ni Yahudilar va Nasaralardan har qanday jon uzish oldida uningga, ya'ni İsa'ning haq payg'ambarligi va Allohning bandasi ekanligiga iymon etadi. İsa qiyomat kuni ular
Yahudilarning İsa'ni darg'a osdiq degan davosining va Nasaralarning İsa Allohning o'g'li degan davosining yolg'onligiga guvoh bo'ladi. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. Yahudilarning qilgan haqsizliklari, ya'ni zulmi va qilgan gunohlari nurg'un kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni Allohning diniga kirishdan to'sqanliklari, cheklangan jazonini olganliklari va kishilarning pul mollarini nohaq yeganliklari uchun وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. Ularga ilgiri halal qilingan pokiz narsalarni harom qildik. Ularning ichidan kafir bo'lganlarga qattiq azob hozirladik. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Ularning ichidagi bilimi cho'nqur bo'lganlarga sana nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga, sendan ilgari o'tgan payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga iymon etadigan mo'minlarga, namozni o'tiguchilarga, zakot berguchilarga, Allohga va oxirat kuniga iymon etquchilarga jannatda mangu qilishdan iborat katta ajr ata qilamiz. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Ey Muhammad, biz Nuhqa va uningdan keyingi payg'ambarlarga vahiy qilgandek, haqiqatan sana vahiy qildik hamda Ibrohimga, Ismoilga, Ishoqqa, Yaqubqa, Yaqubning avlodlariga, İsa'ga, Ayyubqa, Yunusqa, Harunga, Sulaymonga vahiy qildik. Davudqa Zaburni ata qildik. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. Biz nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularning orasida ilgari ey Muhammad, sana bayon qilganlarimizmi bor? Sana bayon qilmaganlarimizmi bor? Allah Musaga bevosita so'z qildi. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Avatilgan payg'ambarlardan keyin Allohning oldida kishilar, ya'ni payg'ambar avatilgan bo'lsa, albatta iymon etdim va itoat qilatdim deguchilarga bahona bo'lib qolmasligi uchun itoat qilguvchilarga jannat bilan xushxabar berguchi, osiylik qilguvchilarni do'zaxdan ogohlantirguvchi payg'ambarlarni avatdik. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilguvchidir. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون
وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Yahudilar va Nasaralar sening payg'ambarligingga guvohlik bermasa, gunohi o'ziga. Lekin Alloh sana nozil qilgan Qur'on orqali payg'ambarligingga guvohlik beradi. Alloh Qur'onni boshqalar bilmaydigan o'ziga xos ilmi bilan nozil qildi. Farishtalarmu Alloh sana nozil qilgan Qur'onga va payg'ambarligingga guvohlik beradi. Boshqalar guvohlik bermaganda-mu Allohning guvohligi yetarlikdir. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. Şübihisiz kafir bo'lganlar va kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanlar haqiqatan qattiq ozdi. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. Şübihisiz kafir bo'lganlar va zulm qilganlarni Alloh mag'firat qilmaydi. To'g'ri yo'lg'imi, ya'ni jannatning yo'lig'imi boshlamaydi. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. Ularni faqat jahannamning yo'lig'i boshlaydi. Ular jahannamda mangu qoladi. Bu, ya'ni ularni jahannamda mangu qoldirish Allohga oson. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Ey insonlar, payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom sizlarga Parvardigoringlardan haq din elib keldi. Iymon aytinglarki, bu sizlar uchun foydali. Agar inkor qilsanglar, ya'ni kufrini davomlashtirsanglar, Alloh sizlardan behojat. Chunki osmonlardagi va zemindagi shay'larning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mahluqotidir, mulkidir. Alloh bandalarining ahvolini bilguchidir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Ey ahli kitob, ya'ni Nasaralar jamoasi, dininglarda haddidan oshmanglar. Allohning sha'niga haq so'zdan boshqani aytmanglar. Ya'ni Allohga sheriki va bolasi bo'lishdan pok deb e'tiqod qilinglar. Masih Isa Maryamning o'g'li, faqat Allohning rasulidir. Sizlar gumon qilgandek Allohning o'g'li emasdir. Maryamga Allohning ilqi qilgan kalimasidir. Ya'ni otining vositasiz Allohning vujudga kel degan so'zidan yoritilgandir. Alloh tarafidan kelgan bir ruhdir. Allohga va uning payg'ambarlariga iymon aytinglar. Alloh, Isa, Maryamdan iborat uchdir demanglar. Xudo uch deydigan e'tiqoddan qaytinglar. Bu sizlarga foydaliqdir. Alloh faqat bir ilohdir. Bolasi bo'lishdan Alloh pokdir.
osmonlardagi va zemindagi shay'larning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, mahluqotidir. Alloh yetarlik homidir. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. Masih mu, Allohga yaqin farishtalar mu, Allohga banda bo'lishdan hargiz bosh tortmaydi. Kimlarki Allohga bandichilik qilishdan bosh tortadigan va ko'ranglab ketadigan, bilsinki Alloh ularning hammasini qiyomat kuni hisob elish va jazolash uchun o'z dargohiga to'playdi. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. İman etqan ve yaxşı amallarni qilganlarga kelsak, Allah ularning amallarining ajrini to'liq beradi. Ne'matini ularga oshirib beradi. Allohga qo'lchilik qilishdan bosh tortgan va ko'ranglab ketganlarga kelsak, Allah ularga qattiq azob qiladi. Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Ey insonlar, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan sholliq mo'jizalar bilan kuchlantirilgan Muhammad alayhissalomdan iborat ochiq dalil keldi. Sizlarga ro'shan nurni, ya'ni Qur'onni nozil qildik. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Allah'a iman etqan ve onunğa, yani Kur'an'a çın yepişqanlarga kelsak, Allah ularni öz rahmetiga ve nimetiga, yani cennetiga daxil qiladi ve ularni to'g'ri yo'lga boshlaydi. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Ey Muhammed, sendin ata-anası, balısı yok meyitning mirası to'g'riliq fatvo so'rashidi. Aytqin ki, Allah ata-anası, balısı yok kishi qoldirgan miros to'g'risida fatvo beradi. Agar bir kishi vafot bo'lsa, balısı bo'lmasa, faqat bir hamshirisi bo'lsa, u tarakining yerimini oladi. Agar u ayolning balısı bo'lmasa, har bir tuqqini uning varisi bo'ladi. Ya'ni mirosning hammasini oladi. Agar
ikki hamshirisi bo'lsa, ular tarakining 3/2 hissini oladi. Agar varislar ham ham ayol bir tuqqanlar bo'lsa, ularning ichidagi bir erga 2 ayolning hassi beriladi. Adashmasliqinglar uchun Allah sizlarga shariat ahkomlarini bayon qilib beradi. Allah hamma narsani bilguchidir. Qur'on Karim abdi tali